hozirgacha o'ynagan va bundan keyin ham o'ynaydigan futbolchilar ichidagi eng zo'rini kim deb o'ylaysiz? Agar bu savolni hozirgi yosh avlodga bersak, o'zini zamonida ko'rganlaridan kelib chiqib, Ronaldo yoki Messi deyishi mumkin. Lekin Pele ham tan bergan. Aslida haqiqiy qirol, lekin kamtarligi uchun o'zini qirol ekanligini berkitadigan odam bor. Bu odamni hamma yaxshi biladigan, hatto futbolni ko'rmaganlar ham bitta kalla qo'yganini eshitgan va dunyolarni junbushga keltirib yuborgan afsonaviy futbolchi va murabbiy Zinedine Zidane'dir. Bugun men bu inson to'g'risida ma'lumotlar berib o'tirmayman, chunki u haqida eshitmagan qolmagan. Futbol olamida qo'lga kiritilishi kerak bo'lgan barcha sovrinlarni yutib ulgurgan bu odamni maydonda ko'rsatgan fintlaridan bahramand bo'lishni xohladim. Agar rostdan ham Zidanni hurmat qilsangiz, ushbu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Agar keyingi dasturlarimizda Zinedine Zidane kiritgan eng zo'r gollari haqida ma'lumotlar berishimizni xohlasangiz, sharhlarda "Ha, xohlayman" degan izohlaringizni qoldiring va biz albatta ko'rsatamiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha